Jussasi kichkina bo'lsa-da, suyagi butun ijodkor qarshi oling. Yahyo G'aniyev! La la oh 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 aha चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो खाया पे पर्दे गिरा के करने हैं हमको खता जिद्द है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो खाया पे पर्दे गिरा के करने हैं हमको खता सुभान अल्लाह 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 तेरे अदब है जो के वाले चौके गुजर जाने दे लाचाक है कि जैसे वाले दिल में उतर जाने दे आजा बाखों में कर के बखाना खोना है तुझ में फना चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो खाया पे पर्दे गिरा के करने हैं हमको खता सुभान अल्लाह 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 वल्ले 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 Subhanallah, 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 Subhanallah. Rahmat. Shada. Rahmat. Dilnozaxonim Ismiyaminova va Yahyoning bugungi o'zgacha qiyofadagi o'zgacha burilish yasab ijro etgan hindcha taronasi sizni maza qildirdimi yo'qmi? Maza qildirdi. Yahyo beyni oldingi safar ham meni rosa hayratga solgandi. Bugun undan ham hayratga tushdim. Juda ham yarashibdi. To'g'risi, shunaqa qo'shiq chiroyli tanlagansiz, shunaqa ovozingizga tushgan, siz buni his qilyapsiz va bizga yetkazib beryapsiz. Молодец. Rahmat kattakon. Yulduz opa. Yulduz opa sizdan boshlaymiz. O'ylab olishimga vaqt beringlar. Nima bo'libdi? Nima bo'libdi? Xo'p. Bilamiz, endi vaqt juda ham oz. Qo'shiq loyihaning rahbari tomonidan berilgan. Tanlash huquqi yo'q Yahyobekda. Akkuratni ijro. Rahmat ustoz. Shuhrat aka marhamat. Siz yig'lamadingizmi? Yo'q, men yig'lamadim. Menga ozgina nolalar yetishmadi. Endi o'zi asarni o'zi qo'shiqni o'zi murakkab, misol uchun tanlangan va u yerda o'sha mayda nolalari hind nimasiga, musiqasiga ega bo'lgan va har doimgi gap shu
Yahyobeykda kamtarinliklari xalaqit berib turadi. O'zlarini qo'yib yuborishlari kerak. Avvalambor mikrofonni stoykadan olib, qo'lingizga olib aytganingiz menimcha yaxshiroq bo'lardi. Chunki yurib aytardingiz. O'sha bitta joyga bog'lanib qoldingiz. Bu endi bog'lanib qolganingizdan keyin biz baholayotganda artistizmga ham baho berishimiz kerak. Siz o'zingizni ko'rsatib bera olmadingiz, bu yoq taraflama. Shunga olib tashlang. Sahnaga chiqqanda kamtarinligingizni olib tashlang. Bu sizning xarakteringizda bor narsa, lekin sahnada xalaqit beradigan narsa. Xo'p, bo'lay. Aziz aka, marhamat. Menimcha insho yozdingiz. Men har doim yozishimga qarab o'tiradi Ma'ruf xo'ja. Haqiqatdan ko'p yozaman, o'zimga belgilab qo'yaman-da. Yumshoqlik yetishmadi deb yozganman ijroda. Sababi o'zi Yahyobeykga men oldin ham o'sha qo'shiqlar aytganda ham avjilarida baqirish desam noto'g'ri bo'ladi-yu, o'sha yumshoqlik yetishmay qolardi-da ko'pincha. Mana shu yerda hindcha ijro bo'lgani uchun hindlarning ijroni eshitdinglar, hech qachon ular baqirmaydi. Mix falset tepalari ham o'sha mix falsetda juda ham chiroyli, yumshoq, bo'lmasa tonalistda diapazon baland narsa aytyapti, lekin yumshoqlik bor-da. Hozir Shuhrat aytdi-ku, nolalar yetishmadi. O'sha nolalarni o'sha yumshoq etib hindlarning o'zi yo'nalishi bor-da, o'shani ozgina hidini bilib olganingda shu narsa chiqib ketgan bo'lardi. Harakat qilding, albatta, boshlanishlarida harakat qilding, lekin avjida o'sha hindlarning manyerasi bor-da, ijro manyerasi. O'sha narsa menga yetishmadi. Hozir menimcha bu yerda qolgan hamkasblarim, juri a'zolari ham shu gapni aytishmoqchi bo'lyapti menimcha. Avji Yahyobek bo'lib ketdi-da. Avji Yahyobek, avjida hindcha, o'zbekcha avji bo'ldi. Hindcha ohang yo'qoldi. O'sha gap o'shanda-ku, o'zi maqsad o'sha narsani chiqarib berish. To'g'ri, juda ham kam fursat. Lekin bu artist loyihasi. O'tgan safar qanaqa kuchli bizani shogirdlarimiz, yaxshi ko'rgan ijodkorlarimiz bu proyektni tark etishdi. Nimaga tark etishdi? Sababi shu kuni bugun ijrosiga biz baho berdik. Lekin ularni bilamiz qanaqa kuchli ekanligini. Boshqa sonlaridagi ijrolari bugun qabul qilinmaydi. Qabul Chunki qilinmaydi. shu mavsum hozirgi rahbariyat tomonidan berilgan taronalarni biz ijroga baho beramiz. Bugungi Kim ketadi? Biz Albatta. aybdor emasmiz. Ijroga O'tgan safarda chiqib ketgan ijodkorlarni qanaqa kuchliligini biz bilamiz. Juda ham kuchli ijodkorlar chiqib ketdi o'tgan safar. Lekin biz majbur edik. Shu kunga baho berishimiz kerak edi. Shuning uchun bugun ham Yahyoni yaxshi ko'ramiz, qanaqa ijodkorligini juda yaxshi bilamiz. Ko'p qirrasi ko'pligini ko'rishimiz kerak edi. Shuning uchun bugun ham bunaqa shartlar berilgan. sizni tushundik. Siz nazarimda Yahyoni tayyorladingiz. Va ancha sokinlashib qoldi bola. Yahyobek buni to'g'ri tushunadi. Men har doim Yahyobekga to'g'ri maslahatlar berganman deb o'ylayman har doim. Rahmat. Yahyo G'aniyev olqishlab qo'yamiz. Kattakon.